Zarafshon daryo havzasida amalga oshirilayotgan iqlimga chidamli integral suv resurslarini boshqarish loyihasi O'zbekiston oldida turgan eng muhim muammolardan biri. Sug'oriladigan qishloq xo'jaligida suvdan samarasiz foydalanishga yechim topishga qaratilgan. O'z navbatida qishloq xo'jaligida Bilim va innovatsiyalar milliy markazi, Navoiy viloyat agroxizmatlar markazi tomonidan suvdan samarali foydalanish, yerning nam holatini uzoq muddat saqlash uchun amaliyotga tatbiq etilayotgan usullar haqida tushuncha berib o'tdi. Qolaversa, ayni paytda yangi paxta navlarini yaratish ustida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar haqida ham ma'lumot berildi. Navoiy ilmiy tajriba stansiyasida suv tejamkor navlar yaratish bo'yicha seleksiya ishlari olib borilyapti. Bugungi kunda shu yangi agrotexnologiya nuqtai nazaridan Shinjon usulida 4 gektar maydonga tomchilatib sug'orish tajribasi amalga oshirilyapti. Shinjon usulida ekishda Xitoyning Xelze 57 navidan foydalandik biza. Xelze 57 ko'sak qurtiga chidamli hamda glifosatga chidamliligi bilan ajralib turdi. Buni o'zimizda mahalliy serhosil, ertapishar 11 ta navimizga Bekros usulida chatishtirib, yangi navlarni yaratish bo'yicha ishlayapmiz. Bu yangi navlarni yaratishda bu genlarni o'tkazish bilan bir qatorda suvsizlikka chidamligini oshirish, tolani chiqimini ko'paytirishga seleksioner olimlarimiz harakat qilyapti. Shu bilan birgalikda suv tejovuz texnologiyalarini kompleks tashkil qilinishi nuqtai nazaridan ekishni patplyonka hamda tomchilatib usulida bir vaqtning o'zida qo'llanilishi suv tejalishi 3 baravarga kamaydi. Shu nuqtai nazardan aytishim mumkinki, an'anaviy usulda chigit ekilgan maydonlarda 1 gektar yerda sug'orish uchun 1,5 kub suv ketadigan bo'lsa agar, tomchilatib sug'orish usulida ekilgan maydonlarda 400 ming kub suv bilan sug'orish imkoniyatini yaratyapti. Bu degani 2-2,5 baravarga suvni tejash bo'lyapti. Bu fermerlar uchun ham bir iqtisodiy samaradorligini yaratib beradi. Hosil olishcha mana shu hozir Shinjon usulida yetishtirilgan paxta maydonlarimizdan mo'ljalimiz 70 sentnergacha hosil olishni mo'ljallayapmiz. An'anaviy usulda ekilgan maydonlarimizdan 50 sentnergacha mo'ljallab turibmiz. Albatta, iqlim o'zgarishi va suv tanqisligiga qaramasdan qishloq xo'jaligida, ayniqsa paxtadan yuqori hosil olishda olimlarning ilmiy tajribalari asqotadi. Chidamli navlarni yaratish, urug' qadash va sug'orish texnologiyalaridagi innovatsion yechimlar bilan bir qatorda, yuqorida ta'kidlanganidek sug'orish jarayonini ham nazorat qilib turuvchi aqlli hisoblagichlardan foydalanish bir tomchi suvni-da isrof bo'lishining oldini oladi. Iqlimga chidamli integral suv resurslarini boshqarish loyihasi shular jumlasidan bo'lib, u ekin maydoniga kirayotgan suvning tezligi, sathini nazorat qiladi. Maydondagi namlik, kirib borgan suvning yetarli yo yetarli emasligi, ob-havo haroratini monitoring qilgan holda mutaxassislarga onlayn ma'lumot uzatib turadi. Buni sug'orishni davom ettirish yoki to'xtatish, qaysi dala maydoniga suv kerak yoki namlik yetarli ekani haqidagi xabar deyish ham mumkin. Suvni bugungi kunda sarfini kamaytirish bo'yicha, suv tejamkor texnologiyalardan foydalanish bo'yicha, demak, birinchi yerga chigit qadashdan qo'shqator usulda 76 usulda bu patplyonka ostida ekiladi. Bu patplyonka ostida ekilganini birinchidan namni isrof bo'lishdan saqlaydi va qadalgan chigitlarni tez unib chiqishini ta'minlab beradi. Yana yangi navlar ekilgan, mashina terimiga mos, chanog'idan oson ajraladigan navlarga e'tibor berilyapti. Navlarga kelganda birinchidan issiqlikka chidamli navlar, kasallikka chidamli navlar, xo'p, hasharotlarga chidamli navlar nav sinash institutlarimizda sinalyapti va fermerlarimizga ushbu navlar tavsiya etilmoqda. Paxta terim mashinalari paxtamizni erta terib olishga foyda beradi. G'allani erta ekishimizga zamin yaratib beradi. Demak, mana shu bitta fermerimiz dalasi 30-40 gektarlik fermerlarimiz hozir o'rtacha fermer hisoblansa, demak bular ilgari 1 oy davomida
paxtasini terib olardi. Bugungi kunda paxta terim mashinalari bilan bir haftada mana shu 70-80 tonna paxtasini yig'ib olib, keyingi agrotexnik tadbirlar bilan shug'ullanadi va bu erta ekilgan g'alla, demak 10-15-20 sentner yuqori hosil berishi bu kuzatilgan. Bugungi kunda viloyatimizga 100 ga yaqin paxta terim mashinalari jalb qilingan. Xo'p, bu yana 100 ga yaqin paxta terim mashinalari kirib keladi va yangi agrotexnik tadbirlarini tatbiq qilish bo'yicha yangi kultivatsiyalar, yangi paxta ekish texnikalari, xo'p, lazerni tekislagichlar, respublika miqyosida aytadigan bo'lsak 100 ga yaqin, demak, dronlar kirib keladi, 1000 ga yaqin lazerni tekislagichlar kirib keladi va mana shu qishloq xo'jaligini barcha sohalarini yangi pog'onalarga olib chiqishga katta hissasini qo'shadi. Ushbu seminar iqlimga chidamli integral suv resurslarini boshqarish loyihasini tatbiq etish orqali iqlimga chidamlilikni kuchaytirish, sug'orishdagi isrofgarchilikka barham berish, yer, suv, havo hamohangligini ilmiy kuzatgan holda sug'orishni amalga oshirish va yuqori hosil olish, qolaversa, Zarafshon daryosi havzasida barqaror qishloq xo'jaligi rivojini ta'minlashga xizmat qiladi.